Davlat xavfsizligi xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxs Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan 896 gram gashish moddasini kelgusida sotish maqsadida Denov tumani hududidagi xufiya joyiga yashirish uchun olib borilgan vaqtida qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadonidan ham 2 kilogramm 260 gram opiy moddasi tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Farg'ona viloyatida kuzatilgan holatda esa Marg'ilon shahrida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan va Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan ikki fuqaro o'zaro jinoiy til biriktirib, Tojikistondan olib kelingan 487 kilogramm gashish moddasini 5000 AQSh dollariga sotgan vaqtlarida Davlat xavfsizligi xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, Toshloq tumanidagi fuqaroning yashash xonadonidan 599 gram gashish moddasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, mazkur shaxslar muqaddam bir necha marotaba sudlangan bo'lishlariga qaramasdan o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.